Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Janubiy Kavkazdagi 8 yoshli bola daryoga cho'kib ketganiga mana 1 hafta bo'layapti, hali topilgani yo'q. Shuning uchun mana ekskavatorlarda daryoni suvini kamaytirib to'sishga harakat qilishyapti. To'sib mana ekan qidirishmoqda. Butun Kavkaz oyoqqa turgan. Bundan tashqari Ozarbayjon, Checheniston yonidagi davlatlardan hamma insonlar kelib shu bolani topilishi uchun yordam qilib qidirishmoqda. Shu yerni o'zida shu qidiruvda qatnashayotgan insonlar barchasi mana ekan namoz o'qib, namozlarda Allohdan yolvorib so'rashyapti shu bolakayni topilishini. Biz ham Allohdan so'rab qolamiz. Inshaalloh tez kunlarda topilsin. Shu videoni ko'rib turgan barcha insonlar sizlar ham duo qilib qo'ying. Ko'ppi duosi albatta Alloh dargohida qabul. Qanday yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Buning uchun kommentariyamiz ochiq. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Barcha jarayonlarni kuzatib borishga muvaffaq bo'lasiz.